Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bu quyonni erkagiga qo'shdim. Keyin hozir quyonlarga qarab chiqdim va u videoga qo'ygandim. Bu quyon ertalab joy tayyorlayotganini. Beta poyalarini tashladim, shunday qilib joy yasagan. Poyani hali ko'proq tashlash kerak. Ertaga ko'proq tashlayman, chunki 21-aprelga tug'adi bu quyon. 21-martida qochirilgani. Shu uchun hali ertaroq uy yasayapti. Bu quyonchalarga ham mayda quyonchalarga bunday beda bermayapman, quritilgan beda beryapman, chunki bular hali yosh, ichi ketdi bo'ladi va qorni dam bo'ladi. Qorni shishib qolishi mumkin. Har qanday holatda hamda vitaminni yegan, lekin har ehtimolga qarshi. Shunday quritilgan beda. Maydalarga ham shunday Kaliforniya bolalariga arpa bilan beda berdim. Bularga alohida o'zini yemi, chunki bular hali Toshkentdan kelgan. Bitta odamning qo'liga, ikkita qo'ldan o'tib keldi mana qo'limga bular. Shu uchun faqat yem yegan bular. Shunga asta-asta endi o'tkazyapman beda nimalarga. Yemini berib. Masalan, har kun ko'proq yem bersangiz agar, har kuni ozroq kamaytirasiz yemni. Keyin bular shunday ovqatga ko'nikadi. Birdan kamaytirsangiz agar, bular ich ketdi bo'ladi, yo qorni shishib qolib o'lish xavfi bor. Shu uchun kamroq asta-sekin bilan o'rgatish kerak. Bu qushchalarimiz ham kechki ovqat yeyapti. Bu ruchnoy qushimiz tepaga. Obuna va laykni bosib qo'ying, sog' bo'ling, salomat bo'ling.